ko'rinyapti. Ekran qanaqa qildi? Ko'rinyaptimi sizlarga ekran? Ko'rinyapti. Hadicha boni davom ettirsak bo'ladi. Hammaga yaxshi ko'rinayotgan ekan. Ha, bo'pti. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Men Hadicha Banu. Bugun o'sha Femisphere Academy'da Aziz opamni so'raganlar uchun sizlarga qisqa balonda foydali maslahatlar berib o'tmoqchi edim. Xo'p, bugungi suhbatimizning mavzusi jarayondan zavqlanib yuqori natijaga erishish. Birinchi bo'lib o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Ismim Hadicha Banu Kandimova, yoshim 16 da. Ayni paytda 10-sinfda o'qiyman. Xo'p. Endi bugun ko'rib chiqadigan asosiy narsalarimizni aytib o'taman. Birinchisi, qanaqa qilib til o'rganish jarayonidan zavqlanishimiz mumkin. Ikkinchisi, bilimlarni amalda qo'llash. Uchinchisi, IELTS uchun poydevor va xalq tilida baza qurish ko'rib chiqiladi. Xo'p. Va ushbu narsalarni ko'rib chiqishdan oldin sizlarga The Mastery Framework degan narsani tushuntirmoqchi edim. Ya'ni The Mastery Framework o'zi nima? Nimadadir usta bo'lishi, nimanidir yaxshi o'rganish uchun kerakli retsept yoki instruksiya desa bo'ladi. Buni ham o'zim uchun to'g'risini aytsam yaqinda kashf qildim va sizlar bilan bo'lishishni ma'qul ko'rdim. Xo'p, The Mastery Framework, ya'ni nimadadir usta bo'lishi retsepti 3 ta narsasi bor ekanda. Birinchisi immersion, ikkinchisi application, uchinchisi iteration. Endi bularni sizlarga tushuntirib o'tsam. Bundan oldin bitta savolim bor edi. Hammaga gapim juda tez emasmi? Sekinlashtiraymi yoki hozir ketayotgan tezligim yaxshimi? Hammaga bo'ladimi? Xo'p, shu oxirgi postdagi yozib qoldiringlar. Yaxshi, hamma yaxshi deb yozyapti Hadicha. Ha, bo'ldi. Endi bu punktlarni ko'rib o'tmoqchiman. Immersion o'zi nima? Xo'p, biz nimadir o'rganayotganimizda uni yaxshiroq o'rganish uchun u bilan o'zimizni, atrofimizni o'rab olishimiz kerak-da. Bundoq soddaroq tushuntirganda, o'shani ichiga kirishimiz kerak. Biz biologiyani o'rganyapmiz-da. Biz hamma yoqda biologiya haqida ma'lumotlar, masalan, stikerlarda, devorlarda ma'lumotlar esimizda yaxshiroq qolsin deb yozib chiqishimiz mumkin. Yoki masalan, til o'rganayotganda, birinchi o'rinda til o'rganayotganda nima tavsiyalar qilinadi? Masalan, telefon, kompyuter, devicelarning tilini o'sha o'rganayotgan tilingizga o'zgartirishingiz, ko'radigan kontentingizni o'sha tilga o'zgartirishingiz, hammasi o'sha atrofingizni o'sha narsa bilan o'rab olishingizdan boshlanadi. Va mana shu orqali siz osonroq narsani o'rganishingiz mumkin. Ikkinchisi application, ya'ni olgan bilimingizni endi qo'llash. U ikki xil turda bo'lishi mumkin. Masalan, nimadir o'zingiz yaratishingiz mumkin, kontent yaratishingiz mumkin. Dars olasizmi yoki kimgadir o'rgangan narsangizni o'rgatasizmi yoki masalan aniq fanda bo'lsa kimyo undan nimadir eksperiment qilib ko'rasizmi? Va oxirgi punkti eng muhimi desa ham bo'ladi, iteration, ya'ni takrorlash degan ma'no chiqarib berdi Oxford Dictionary. Xo'p, nega bu shunchalik muhim? Inson ilm olganda uni boshida eslab qoladi-da, va o'sha boshidagi eslab qolishi uni short term memory, ya'ni qisqa vaqtli xotirasida qoladi. Va agar uni takrorlamasa, agar uni long term memoryga o'tqiza olmasa, u unutib yuboradi. Long term memoryga bo'lsa, ya'ni uzoq vaqtli xotirasiga ma'lumot qanaqa qilib o'tib qoladi? U shunchaki o'zidan o'zi o'tib qolmaydi. O'sha qisqa vaqtli xotiradagi narsani bir necha marta mustahkamlab takrorlash orqali biz ma'lumotni uzoq vaqtli xotiramizga o'tkazishimiz mumkin. Va shu orqali yana biz keyin u ma'lumotni rostdan yaxshi eslab qolamiz va orada bir
nechidir hafta intervalida ham takrorlasa bo'ladi va ko'ramizki, u o'rgangan narsalarimiz esimizdan chiqib ketmaydi va qaytanga yaxshilanadi, mustahkamlanadi. Xo'p, endi til o'rganish jarayonimizga o'tsak. Qanaqa qilib til o'rganish jarayonidan o'zi zavqlanish mumkin? Hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'plar voy IELTS o'qishim uchun IELTS kerak yoki SAT, TOEFL, boshqa narsalar deb yuradi. Umuman boshqa tillarga ham nisbatan albatta bu sertifikatlarni hech qanaqa zararli tarafi yo'q. Qaytanga odamlarni til o'rganishga qiziqishini uyg'otyapti. Ammo faqat maqsadimiz sertifikat olish bo'lishi kerak emas. Maqsadimiz, niyatimiz va shu sertifikat olib o'sha o'qishda beriladigan ballarni qo'lga kiritish emas, balki o'sha til o'rganish orqali o'zimizga yana eshiklar ochishdir. Ya'ni til o'rganish bu xuddi kalit va u kalit orqali biz yanada kattaroq gorizontlar o'zimiz uchun ocha olamiz. Xo'p, endi bu qanaqa mazza zavqlansa bo'ladi til o'rganishdan? Hammani o'zini yaxshi ko'rgan mashg'uloti bo'lishi mumkin. Kimnidir rasm chizish, kimnidir pishirish, kimdadir to'qish, kimdadir yana masalan muhandislik, konstruktorlar yasash va boshqa narsalar. Xo'p, va bular bilan birga tilni qanaqa biza biriktirsak bo'ladi? Masalan, kimdir pishirishga qiziqsa, retseptlarni boshqa o'rganayotgan tilida ko'rinishi mumkin va bizani holatda ingliz tilida. Kimdir masalan, to'g'risini aytaman, o'zim ham 6-sinfda boshlaganimda til o'rganishni o'shanda Roblox degan video o'yin bo'lardi-da va u yerda ingliz tilida butun dunyodan bolalar o'ynardi-da va men o'shanda gaplasha olish uchun boshida ingliz tiliga o'sha qiziqishimni uyg'otganda, boshqa bolalar bilan men ham gaplasha olay, ularni gapini tushunay deb. Shunga o'xshab biz o'sha yaxshi ko'rgan mashg'ulotimiz bilan biriktirsak til o'rganishni. Masalan, to'qish bo'lsa, to'qish instruksiyalarini ingliz tilida ko'rsak, muhandislikka kimdir qiziqsa, ilmiy maqolalar, boshqa narsalar o'qish va kuzatish bilan til o'rganishni o'zimiz uchun ham qiziqarli, ham osonroq qilishimiz mumkin. Xo'p. Endi 1 daqiqa hozir. Ha, bo'ldi. Endi bilimlarni amalda qo'llashga kelsak, bu yerda 2 punkt berganman. Dars berish orqali va content yaratish, content creation orqali. Dars berish orqali bu juda ham dars berish orqali bilimlarni mustahkamlash bu hozirgi kunda juda ham optimal narsani o'rganish, ilm olish metodlaridan bo'lib kelyapti. Masalan, the Feynman technique borda, eshitgan bo'lsanglar, Feynman texnikasi. Fizik olim bo'lganda, Nobel premiyasi laureati, o'shani orqasidan nomlangan usul desa ham bo'ladi. U aytganki, odam boshqalarga olgan bilimini tushuntirish orqali o'zini ham bilimi mustahkamlanadi va agar u kimgadir olgan narsasini, o'rgangan narsasini tushuntirib bera olmasa, demak, uni o'zi ham tushunmagan bo'ladi. Va shu sababli ham bu texnikani o'rni juda ham katta. Biz kimgadir tushuntirayotganimizda, ularning savollariga javob berayotganimizda, o'sha bilimimizdagi kamchiliklarni sezamiz-da va o'sha kamchiliklarni keyingi safar ularga tushuntirmoqchi bo'lsak yoki umuman o'zimiz uchun to'ldirishimiz ancha oson bo'ladi. Va ikkinchi punkt, kontent yaratish. Kontent yaratish bu faqatgina ijtimoiy tarmoqlarga postlar emas, balki o'zimiz uchun ham bo'lishi mumkin. Masalan, video darslarmi yoki masalan nimadir materiallar yaratsa bo'ladi, o'rgangan narsalarimizdan kelib chiqib va buni ingliz tili bilan biriktirib aytadigan bo'lsam, nimadir lug'at yangi so'zlar o'rgandimmi? O'shalarni ishlatib, o'shalardan foydalanib, nimadir
aytaylik flash kartalar yoki slaydlar qilib chiqishimiz mumkin guruhdoshlarimiz boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun. Xo'p, endi bilimlarni amalda qo'llashni ko'rib chiqqanimizdan keyin IELTS uchun poydevor baza qurishga o'tmoqchiman. Bu baza qurish ikkita asosiy punktdan iborat. Birinchisi so'zlarni to'g'ri o'rganish, ikkinchisi grammatikani o'rganishdi va ikkalasi ham General English bilan bog'liq. Nega? Chunki agar kimni General English yaxshi bo'lsa, ya'ni tilni bilishi o'zi yaxshi bo'lsa, keyinchalik imtihonlarga tayyorlanayotganda ham o'ziga oson bo'ladi-da. Xo'p, so'zlarni to'g'ri o'rganish. IELTSda speaking va writing qismlarida lexical resource degan kriteriyasi bor-da, ya'ni so'z boyligingiz. O'sha kriteriyadan ham alohida baholanadi-da va bu kriteriyada baho ola olish uchun siz so'zlaringizni, ya'ni siz biladigan so'zlaringizni to'g'ri joyda, to'g'ri ma'noda ishlata olishingiz kerak-da. Kontekstda to'g'ri foydalana olishingiz kerak. Masalan, aytaylik, masalan, reading so'zini ham o'zida ikki xil ma'noda kelishi mumkin. Masalan, I'm reading, man o'qiyapman-da. Keyin bo'lsa, I have to do my reading. Masalan, man o'qishimni qilishim kerak. Shunga o'xshab yana boshqa misollari ham bor, hozir kelmadi, shunga berolmadim. Xo'p. Endi bizani o'sha biladigan so'zlarimiz, ya'ni lug'at boyligimiz ikkiga bo'linar ekan-da, passiv va aktiv. Passiv so'zlar, passiv o'sha biladigan so'zlarimiz bu biz masalan shunchaki uni tarjimasini bilamiz-da, ingliz tilida. Shunchaki tarjimasini bilamiz, lekin uni unaqa keng ma'nosini bilganimiz bilan o'zimizni ishlata olmasligimiz mumkin. Mana shunaqa so'zlar passiv vocabularyga kiradi-da va active vocabulary bor. Masalan, u so'zlar biz oson har kuni foydalanadigan so'zlarimiz. Kelib qolsa ham ikkilarini ishlatib yuboramiz-da. Va so'zlar mana shu ikkita passive va active vocabulary bir-biri bilan ishlaydigan narsalar-da. Passive vocabulary albatta yaxshi, ammo agar qachonki biz so'z uni active vocabularyga aylantira olsak, u bo'lsa qo'llash orqali bo'ladi. Active vocabularyga o'tqiza olsa, passive vocabularydan so'zlarni, shundagina bizga aytaylik hayotimiz osonlashadi. Ya'ni ingliz tilida ancha osonroq muloqot qila olamiz. Yoki masalan maqolalar yozayotganda yoki insholar yozayotganda o'zimizga oson bo'ladi. Va endi nihoyat last but not least desa bo'ladi, grammatical range and accuracy-ga o'tamiz. Bu ham o'sha listening, speaking va writing punktlarida bor. Bunga ham alohida baholanadi. Bu masalan muhim juda ham e'tib o'tish. Hozirgi kunda juda ham grammatikadan ham manbalar juda ham ko'p-da va bizga nima muhim? Ko'proq bilish, ishlata olmaslik muhimmi? Yoki aytaylik biz shunchaki yodlab olmaganmiz-da, balki uni ishlata olishimiz ham. Albatta ishlata olish muhim va shu o'rinda e'tib o'tish kerakki, bizga kimdir kerak-da, masalan ustoz yoki qanaqadir bizdan oldin o'rgangan do'stimiz kerak. Bizga o'sha yo'l yo'riq ko'rsatib boradigan-da. Chunki grammatikada juda ham strukturalar ko'p-da va shunchaki internetda aytaylik ochib ko'rsangiz English grammar deb-da, aytaylik chet elliklar o'rganadigan grammatika bor. Biza o'rganadigan asosan va ularni o'ziga ham o'tiladigan grammatika bor-da. Xuddi bizada ona tili qanaqa o'tilsa, ularga shunaqa o'tiladigan-da. Va shularni ajrata olib, to'g'ri o'rganishimiz muhim. To'g'ri kerakli strukturalarni o'rganib, ularni to'g'ri holatda qo'llashni o'rganishimiz kerak. Va shundagina bizani aytaylik bazamiz, ya'ni poydevorimiz haqida xotirjam bo'lishimiz mumkin va o'sha o'rgangan bilimlarimizni yanada mustahkamlab, yanada yaxshilab, sayqallabmi o'sha borishimiz kerak.
tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, rahmat Xadicha. Endi qarang, hozir men o'zimda ham bir ikkita savollarim bor. Ungacha qizlarga ham savollar degan post yozib qo'ydim. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa yozib turishinglar mumkin. Hozir biza aynan nima deydi, bazasini bilib oldik. Qanaqa qilib o'zi tayyorlanish kerak, qanaqa qilib o'zi til o'rganish kerak. Endi menimcha ko'pchilik qiziqtirsa kerak Xadicha. Har bitta sectionga, ya'ni listening, reading, writing, speaking hammasiga qanaqa qilib, qaysi manbalardan tayyorlangansiz, qanaqa yondashgansiz, bir boshdan shu haqida gaplashsak nima deysiz? Mayli, bemalol. Unda boshladik. Xo'p. To'g'risini aytsam, o'sha boshida aytib o'tganimdek, men ingliz tiliga qiziqishim asosiy, oldin ham qiziqardim o'zi, lekin aynan juda ham qiziqib qolganim o'sha chet elliklar bilan gaplashgim kelganidan kelib chiqqanda, ya'ni chet eldagi odamlarni tushungim kelgan va o'zim ham ular bilan gaplasha olgim kelganda, shu sababli ingliz tilini o'rganib boshlashim videolar kuzatganman ingliz tilida va shu sababli menda aytaylik boshidan boshlaganimdan listeningimni sayqallab listeningimni rivojlantirib borganman-da. Reading haqida ham shunaqaroq desam bo'ladi, nimadir qisqacha hikoyalar o'qirdim, nimadir artikellar o'qirdim-da. O'zimni qiziqtirgan ilmda masalan va shular menga reading va listeningni ancha osonlashtirgan yetishi. Writing bilan kelsa, xo'p, speakingga bizani maktabimizda speaking club bo'lardi-da, chet ellik ustoz o'tardilar, Miss Lilian, keniyalik ustoz. Juda ham yaxshi, qiziq bo'lardi-da, men unga qiziqib qatnashardim. Ular savollar berardilar-da va xuddi IELTS speakingda iloji boricha javobimizni keng ularga taqdim qilishimiz kerak edi. Nega? Xullas, uni sababini, o'sha fikrimizni sababini misollari bilan keltirib berishimiz kerak edi-da. Va bu doim meni komfort zonamdan chiqishga majburlagan desam bo'ladi. Shu sababli ham o'sha IELTSda ham speaking sectionidan qiyinchilik ko'p bo'lmagan. Lekin writingga kelsa, to'g'risi qiynalganman. Chunki men essaylar yozganman, lekin unaqa yetarli darajada emasdi. Doim menda yozsam perfeksionizmim kuchli bo'lgan. Xuddi yetarlicha yaxshi qilmagandek, ko'zimga kamchiliklarim ko'rinib ketavergandi va o'sha instruktorim, Mr. Adam menga aytganlar o'sha unaqa xavotir olmaslikni. Keyin Pauline Cullenning kitobidan ham o'qigandim. O'sha vaqt belgilaganman-da o'zimga, mayli nima bo'lsa bo'ldi, endi perfeksionistlik qilmayman deb nima kelganini yozganman-da. Keyin bo'lsa uni keyinchalik o'sha taymer tugaganidan keyin ko'rib chiqqanman, xatolarim ustida ishlaganman va vaqt o'tishi bilan xuddi shu ishni nechidir marta takrorlaganimdan keyin o'zimga ishonchim ancha oshgan va shunaqa qilish orqali writingimni ham yaxshilaganman. Xo'p, qizlar, hozir Xadicha aytayotgan kitoblari, demak, men oldin tashlab bergandim. O'zi Xadicha bilan qanaqa tanishib qolganmiz? O'sha Rexton IELTS granti bor. Eshitgan bo'lsanglar, aytgandim, 1,5 oy, почти 2 oylar o'qib, keyin ketishimga majbur bo'lganman. O'sha paytda Xadicha bilan tanishib qolgandik va o'sha instruktorimiz bizga o'sha kitobni bergandilar. Juda ham foydali kitob. O'shani o'qib chiqishinglar maslahat bergan bo'lardim va o'sha darsimizda o'tayotgan writing strukturalarni ham ko'pisi o'sha kitobdan olingan va hozir Xadicha aytayotganlari adashmasam vaqtga qo'ymasdan yozgansiz. Shunaqa, Xadicha, boshida vaqtga e'tibor bermagansiz, balki sifatga e'tibor berilgan. Imtihoninglarga yaqin qolavergan sari 40 minutga qo'yib yozishni boshlasanglar bo'ladi. Ungacha
maza qilib, vaqtga qaramasdan o'zinglar ustinglarda ishlab, research qilib, bemalol writing yozib, shu skillni oshirsa bo'ladi, menimcha. Xo'p. Ana endi, Hadicha, yana sizga savollar. Xo'p. Guruhda eslay olmayman-da, ko'p anavi IELTS Advantage degan Chris, right? Chris degan o'qituvchi bor YouTube'da. O'shani videolarini tashlab turardingiz. Sizga qanchalik foyda bergan o'sha ustozni darslari? Aziz opa, menda hozir menimcha aloqada sal uzilish bo'ldi. Shunga qaytarib yubora olasizmi savolingizni? Xo'p. Va bu guruhga sizlar olsangiz, Chrisni YouTube'dagi IELTS Advantage kanalidan ko'p videolar tashlab turardingiz. Shu ustoz sizga qanchalik foyda bergan va boshqalarga qanchalik maslahat bera olasiz? Bu aytganimdek, har bitta section uchun qaysi kitob yoki qaysidir sayt bormi siz uchun foydali deb topgan va boshqalarga ham maslahat bera oladigan? Xo'p, o'sha IELTS Advantage menga nimasi ko'p yoqardi? Judayam qiyinlashtirib olmasdi, hayotimni meni. Ko'p manbalardan qaraganimda, masalan, aytaylik, boshqa kanallarda ham YouTube o'zida qanaqadir judayam qiyinlashtirib yuborardi. Masalan, speakingini, mock examlarini qiyin qilib qilardi, qiyin so'zlar ishlatardi. Men o'shani ko'rganimda o'zimga ishonchim tushib ketardi. Masalan, meni ham speakingim yomon bo'lmagan, lekin ularni ko'rganimdan keyin ishonchim o'zimga tushib ketgandi va bunaqa biased news, biased thoughts degan narsalar bor-ku, aytaylik, shunga o'xshab menda ham asoslanmagan fikrlar, hozir o'shanga termin esimdan chiqdi hozir. Mayli, esimga keltirman. Xullas, o'zim bilmagan holda o'sha speaking va writing sectionlaridan orada qo'rqib qolgan paytim bo'lganda, o'zimni bilimim yetarli emas, men juda kam bilaman, qo'limdan kelmaydi degan va o'shanda men IELTS Advantage ko'rib boshlaganman-da. U yerda juda ham hamma narsa sodda tushuntirilgan. Masalan, aytaylik, IELTS emas, intermediate levelda bo'lgan o'quvchi ham uni ko'rib, uni videolaridan o'ziga foyda oladi deb o'ylayman-da. Speaking o'sha moklari juda ham foydali-da. O'shalar orqali men o'zimni xatolarim ustida qancha ishlaganman yoki writingda ham juda ham yaxshi, ajoyib tushuntirganda, ayniqsa task 1da. Bunga tavsiya qilaman. O'zi qizlarga ham har darsda aytaman, IELTS qiyin narsa emas, writing ham oson narsa. O'zi hamma narsa bu dunyoda IELTSni qo'ya turaylik, oson, lekin biz insonlar u narsani qiyinlashtirib tashlaymiz. IELTSda ham qanaqadir yuqori darajadagi so'zlar ishlataman, qanaqadir yuqori darajadagi grammatika ishlatib qo'yaman deb ko'p xatolar qilib qo'yishimiz mumkin. Men ham shu kanalni videolarini ko'rganman. Juda foydali qizlar, bir YouTube'ga yozib ko'ringlar. Tekin, lekin juda ham sifatli darslari bor. Hammaga maslahat beramiz buni. Xo'p. Yana qanaqa savollar bor? Xo'p, hozircha qizlar yozmabdi. Menimcha tushunarli ketyapti. Endi keling, Hadicha, listeningdan boshlaylik. Listening balingiz adashmasam 8 chiqqan, shunaqami? Listeningdan yaxshi ball olishingizga nimalar sababchi bo'lgan yoki qanaqa strukturalar yoki qanaqa texnikalar ishlatardingiz yoki shu ustozimiz aytganlaridek doim bizga aytardilar-da, o'sha audio ketyaptimi? Misol uchun tasavvur qilinglar, part 1da speaking bo'ladi. Part 1da sizlar o'sha ko'pincha call operator bilan gaplashadi. Telefon qilgan odam qanaqadir kurs sotib oladi, qanaqadir nimaga kursga yoziladi, shunaqa narsalar, volontyorlik ishlari bo'ladi. Va ustozimiz doim bizga aytardi,
o'sha hujjatni o'zinglar to'ldiryapsizlar, tasavvur qilinglar. Ya'ni, misol uchun, o'sha siz call operatorsiz, sizni ishingiz judayam muhim. Sizga telefon qilgan odamni xatolarsiz bittalab yozib olishingiz, ya'ni ma'lumotlarni xatosiz yozishingiz judayam muhim, ishingizga zarar yetmasligi uchun. Siz listeningni просто так eshitmang derdilar, ya'ni o'shani ichiga kirishingiz kerak. Xuddi o'sha inson sizga gapiryapti, siz yozib olyapsiz. Shunaqa diqqat bilan eshitsanglar ancha foyda beradi derdilar. Sizda qanaqa bo'lgan, Xadicha? Siz ham shunaqa ishlatganmisiz yoki listening qilib bo'lib, analiz qilgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Hammasini chuqur aytib bersangiz. Xo'p. O'sha ustozimiz aytganlaridek, unaqa u texnikani albatta ishlatganman, lekin menda e'tiborimni jamlash bilan ko'p muammolar bo'lgan. Shu sababli ulardan maslahat so'raganimda menga aytganda, bitta xohlagan podkastingizni olasizda, masalan 2 daqiqadan boshlaysiz, har kuni 1 daqiqadan ko'paytirib eshitib borasizda, har eshitganingizda o'zingizga ular nima deganini aytib berasiz yoki yozib olasiz va shunaqa qilib 30 minutga yetib borguncha shunaqa eshitishni tavsiya qiluvdilar-da. Bu ham juda yordam bergan. Va o'sha listeningdan keyin albatta analiz qilganman. Chunki bunaqasiz bo'lmasdi. Xatolarni qayerdan kelganini, nega bu xatoni qilganimni albatta bilishim kerak edi. Va holatlar bo'lgan, ayniqsa masalan 3-4 qismlariga listeningga aytaylik skript yozdirardilar. Skriptlarning ham foydasi juda ham ko'p bo'lgan. Agar masalan xatolar 3 tadan ko'p bo'lsa, 20 skript yozinglar derdilar-da. O'sha yozardi. To'g'ri. O'sha oldin aytganimdek qizlar, hammani o'zini yo'li bor. Ya'ni hamma o'zini yo'lini topib olishga, misol uchun, Xadicha aytyaptilar, men o'sha o'zimni o'rniga qo'yib ko'rish bo'lsa ham baribir diqqatim jamlanmasdim, lekin transkripsiya yozganlar. Amanda teskarisi bo'lgan, misol uchun. Transkripsiya yozsam hech qanaqa foyda ololmasdim. Shunga o'xshab siz har bir inson berayotgan, har bir yaxshi ball olgan inson berayotgan maslahatlarni o'zingiz uchun olib olingda, sinab ko'ring. Qaysi biri siz uchun ishlaydi, qaysi biri ishlamaydi. O'zingiz uchun yaratishingiz kerak. Har bir ishlaydigan usulni, chunki hech kim bilmaydi o'zingizdan bo'lak. Sizni nima deydik, kamchiligingiz qayerda qiynalasiz. Menimcha shunaqa. Nima deysiz shunga, Xadicha? Siz ham qo'shilasizmi? Ya'ni inson o'zi uchun o'zini texnikalarini yaratish kerak. Voy, albatta, bu siz hech haqqa borolmaydi. Masalan, albatta odam narsa o'rganayotganida uni o'rgangandan keyin qo'llab ko'radi-yu, unga to'g'ri keladimi yo'qmi, buni ham ko'rishi kerak va o'ziga foydali xulosalar oladi. Keyin albatta o'z ustida ishlashini to'xtatmasligi kerak. Doim nimadir yengillik qidirishi kerak. Masalan, men juda ham ko'p effektiv o'qish texnikalarini qidiraman-da va ularni qo'llab boraman. Shu orqali men o'zimga to'g'ri keladigan va to'g'ri kelmaydigan narsalarni bilib olaman-da va o'sha doktor ham hammaga bir xil dori yozmaganida, odamlarni hammasi har xil. Uni fikrlashi, miyasini tuzilishi hammada fikrlash har xil, ma'lumot qabul qilishi ham har xil va shunga moslab ular o'rganish kerak, nima ularga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi. To'ppa-to'g'ri qo'shilaman gapingizga. Ana endi shu gapingizdan kelib chiqib, effektivniy o'qish usullari deganingizdan kelib chiqib, readingiz 8,5 chiqqan va bu juda ham ajoyib, chunki readingga ko'pchilik zerikadi, ko'pchilik qilgisi kelmaydi yoki 7,5, 8 dan oshmasligi mumkin. Siz qanaqa qilib chiqarib olgansiz 8,5, ya'ni C2 darajaga? Xo'p, men qayerdan boshlay? Masalan, qanaqa reading qiziqib ishlaganimdami yoki qanaqa aynan mana shu xatolarimni kamroq qilib 8,5 gacha chiqib olganimdanmi? O'zingizga qaysi qulay bo'lsa gapirishga. Men chunki sizga boundary, ya'ni chegara qo'yish istamayman.
o'zizga qulay usulda tushuntirib bersangiz bo'laveradi. Bo'ldi. Xo'p. Men o'sha hali General Englishda o'qiyotgan paytim nimadirga qiziqib qolsam, nimadir qiziqroq eshitib qolsam, uni ingliz tilida iloji bo'lsa o'qirdim-da. Vohliroq aytganimdek, diqqatimni uzoq payt jamlab turolmaganman, lekin bunga qaramasdan nimadir o'qishga harakat qilganman-da. Va o'sha reading boshlaganimda ham, IELTSda o'qishim, reading practice'larni boshlaganimda o'qirdim-da. Masalan, odatda readingda ilmiy jurnallardan, gazetalardan va umuman o'sha ko'rib chiqilgan, ma'qullangan o'sha ilmiy xullas ilmiy Tadqiqotlar ingliz tilida aytsangiz ham bo'laveradi, Xadicha. ona tilim hurmat qilaman bo'ldi. O'sha ilmiy tadqiqotlarni haqida qanaqa o'tkazilgani, jarayoni haqida yozib berilganda va uni o'qish menga juda ham qiziq bo'lardi. Berilib o'qirdim-da, xuddi kitob o'qiyotganimdek. Lekin afsuski, u juda ham unchalik effektiv texnika emas, chunki vaqtim ko'pincha yetmasdi va shuning uchun men iloji bo'lsa, masalan, birinchi, ikkinchi qismlarini tezroq qilib yuborardim-da. Tez o'qib chiqardim, skimming qilibdi va uchinchisida vaqtimga qarardim. Ko'proq qolgan bo'lsa, birinchi o'sha tekstni o'qib chiqardim-da, bunaqa skimming qilib, buni ham savollarni ko'rib chiqardim va unga ham tezroq javob berishga harakat qilardim. Va shu o'rinda shunchaki javob bermasdim, o'zim uchun unaqa yangi ma'lumotlar ham olardim-da. Hop. Shunaqa. Demak, reading bo'yicha boshqa savollar yo'qmi, qizlar? Hop, listening bo'yicha savol bor ekan, Xadicha. Listening transkript yozishga juda ko'p vaqt ketyapti. Dictationning foydasi qanaqa? degan savol kelibdi. Transkript yozishi, xo'p, menda o'zimda foydasi bilingan. Uni ham qanchadir paytgacha ham yozasiz. Unaqa har doim yozmaysiz-da, qarashingiz kerak. Masalan, 1-2 qilasiz-da va ko'rasiz foydasiga, qaraysiz, qanchalik sizga foyda beryapti. Ja ko'p vaqt ketib qolsa, qaysi sectionida aynan eng ko'p xato qilyapsiz, o'sha uchun yozasiz-da va undan boshqa joylariga shunchaki analiz qilib chiqasiz va shunchaki audioni masalan tezlashtirib eshitib chiqsangiz ham bo'ladi, aynan qayerda xato qilganingizni. Lekin albatta bu meni tavsiyam, yana o'sha instruktoringiz bilan maslahatlashing. O'sha boya aytganimizdek, hammada har xil ishlaydi. Ya'ni o'zingizga ishlaydimi, yo'qmi? Shuni aniq qilib olishingiz kerak. Agar ishlamasa, menimcha bekorga vaqt sarflamagan ham yaxshiroq, chunki umuman ishlamaydigan texnikadan ko'ra. Xo'p, ana endi writing sectionga o'tsak, ko'pchilikni qiynaydigan, ko'pchilik joniga tekkan section deylik, lekin men nimagadir yaxshi ko'raman writingni. Writingda nimalar qilgansiz, Xadicha? Ya'ni sample answerlar ko'rib, uni tahlil qilish foydali deydi ko'pchilik. Sizda qanaqa bo'lgan? Siz ham shunaqa qilganmisiz? Qancha vaqt oralig'ida essay yozgansiz? Ba'zilar aytadi, har kun yozaman deydi. Sizda ham shunaqa bo'lganmi, yo'qmi? Men sample essaylarni yoqtirganman, albatta ko'rib chiqishi, lekin qaysi birligi muhim bo'lgan, kim tomonidan yozilgani. Masalan, Mr. Adam samplelari menga qiyin tuyulardi. Men voy, mana shunaqa darajada yozolmayman deb, yaxshisi ularni yo'q, rostdan ularniki qiyin tuyulardi menga. Shu sababli ham men ular Simon'ni essay bankini tashlab beruvdilar, eslasangiz, o'shalarni ko'rib chiqardim. Unaqa oson yozilganda, shundoq o'qiysiz, oson unaqa o'z polichkalariga tushib qoladi-da, unaqa oson tushunib olasiz. Unaqa cohesive. Yes. Har kuni yozib. Aha. Aytavering.
O'zi qizlarga ham ko'p aytaman-da, writing balini oshishi uchun o'zi tabiiy chiqishi kerak. Ya'ni bittada o'qib sizni nima demoqchiligingizni o'qiyotgan odam tushunib olishi kerak. Agar qiyin narsalar yozib tashlasa, o'qiyotgan odam tushunmay qolsa, u tushirib yuboradi. Chunki readability degan narsa bor, ya'ni o'qishlilik darajasi bor har bitta essayni. O'sha qanchalik qulay bo'lsa insonga tushunishga, menimcha balli ham shuncha zo'r qilib qo'yib beradi IELTS examinerlar. Chunki flowda bo'lsa essay. Men shunaqa deb o'ylayman, shaxsiy fikrim. Shu meni ham fikrim shu, qo'shilaman siznikiga. Xo'p, endi davom ettiraversam bo'ladimi yoki sizni nimadir qo'shadiganingiz bormi Aziz opa? Yo'q, bemalol davom ettiravering. Xo'p, menda to'g'risini aytsam, writing anxiety degan narsa paydo bo'lib qolganda o'sha IELTSga tayyorlanayotganimda. Chunki biza bir oyda ko'rib chiquvdi, adashmasam, ikkala sectionini ham writingga, yo'q 2 oydamidi Aziz opa, shuni aniq eslolmayman-da. Bizani guruhda 2 oyda bo'lgandi. Alohida ko'ruvdik. Bizada ham shunaqa bo'ladi unda. Hozir aniq eslolmadim-da. Shu har kuni yozmasdim, har kuni emasdi. Menda mana shu consistency bilan muammolar bo'lardi. Ya'ni hamma narsalarni doimiy olib bora olmasdim-da. Albatta har doim harakat qilardim, lekin bir xilda bo'lardi. Kunda men yoza olmaganimda, bir xil kunda. Albatta bu foydali emas, hech kimga foydali emas. Foydasi kam. Shunga hech kimga tavsiya qilmayman. Ishlarni kami bo'lsa ham davomiysi yaxshiroq. Shunaqa. Bir kun ko'p qilib qolgan kunlar tashlab yuborgandan ko'ra, oz-ozdan bo'lsa ham consistency, ya'ni davomiylikni saqlagan yaxshi. Albatta. Ham bunaqa agar har kuni ozginadan qilib borsa odam, burnout degan narsa bor-da. Masalan, o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsa, kuyib qolishmi, shunaqa desa bo'ladi. Tutab ketadi. Bunaqa charchab qoladi-da, qaragisi ham kelmaydi u narsaga. O'shani oldini oladi davomiylik. Hop. Demak, writingdan o'sha oz-ozdan, lekin davomiy xulosa qilib olamiz writing sectionni. Keyin samplelarni ham ko'rib chiqish kerak, lekin kimnikini ko'rayotganingizga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni o'sha o'qishlilik darajasi oson va haqiqiy IELTS instruktorlarniki bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa tashlab beruvdim, IELTS Simonniki bor. Keyin Jo'rabek Sanoqulovni nimalari yoqadi menga, esseylari, o'sha kanallarni tashlab bergan edim. O'shalardan foydalansanglar bo'ladi. Simon Source dedingiz, Simon Bank dedingizmi? Hadicha, o'sha kitob ham bor, tashlab beramiz uni xudo xohlasa. Hop, ana endi oxiri keldik speakingga. Speakingdan Hadicha 8 ball olganlar qizlar. Ko'pchilikni qiynaydigan savol shu speakingdan nima qilsam bo'ladi, qanaqa qilsam oshirsam bo'ladi. Ba'zilar aytadi, lug'atim, grammatikam yetarlicha, lekin gapira olmayman. Ba'zilar aytadi, shu gapirayotganda kelmay qoladi gapirayotgan gapim. O'zi siz qanaqa qilib 8 ball olgansiz 16 yoshda, birinchi urinishdayoq? Bu bittada bo'lib qolmagan. Birinchi aytib o'tishim, hech kimda bittada o'xshamaydi. Masalan, menda ham General Englishda boshida qiynalganman. Mana shu pre-intermediatedan bizada speaking practicali boshlangandi-da. O'shanda o'qituvchim IELTSdan oson savollarni olib bizaga berardilar-da. Biza unga javob berishimiz kerak edi. Shunda men ko'p bunaqa orada ko'p pauzalar bo'lib qolardi-da, o'sha nutqimda uzilishlar ko'p edi. Xayollarimni ololmasdim-da. Bundan keyin shu sababli o'zimga ishonchim qaysidir ma'noda tushib qolgan. Keyin men o'sha YouTube'da IELTS Advantage ko'rib boshlaganman-da, uni speaking o'sha practice-larini, bunaqa mock-lari bor-u, o'shalarni
men bilganman unaqa qiyin emasligini va shunga o'xshab o'zim ham keyin o'zimni o'zim savol javob qilib boshlaganman. Bo'sh vaqtlarim o'zimga o'zim gapirardim. Masalan, bir xilda ko'chada ham aytaylik, unaqa o'zimga nimalarnidir tushuntirib berardim. Hatto hozir ham ekzamenimni topshirib bo'lganman, lekin bir xilda aytaylik, men institutga tayyorlanyapman. Biologiyadan yoki ximiyadan o'zimga nimadir yangi o'rgangan konsepsiyalarimni ingliz tilida tushuntirib o'tiraman-da. Bu juda ham speakingimga yordam bergan. Keyin o'zingizga ma'qul keladigan yoki to'g'ri keladigan speaking partnyorlar topish kerak-da. Masalan, menda birinchi o'sha Miss Lilianni speaking klublari bo'lgan maktabdagi. Keyinchalik IELTS kursida o'qituvchimiz bizga o'zlari bo'lib berganlar speaking partnyorlarni. Va doim oxirgi oyda. Yo'q, oxirgi oyda bo'lib berishgan demoqchi edim. Men u paytda ketib qolganman, afsuski. Ha, keyin bo'lsa, aytaylik, speaking boshidagida aytganimdek, o'zidan o'zi rivojlantirib bo'lmaydi. Albatta, o'zingizni qiynashingiz kerak. Qiynash unaqa majoziy ma'noda qiynash deyapman, ya'ni komfort zonadan chiqish. Siz uyalsangiz ham, sizga noqulay bo'lsa ham, aytaylik, voy qovun tushirib qo'ydim desangiz ham, nimanidir gapirgandan keyin undan uyalmasligingiz kerak. Undan afsuslanmasligingiz kerak, chunki biz qachon o'rganamiz, qachon xato qilsak, bunaqa paytda-da. Masalan, boshqalarning xatosidan ham o'rganishimiz mumkin. Kimnidir aytaylik, eshitib gapirishini unga feedbacklar berish orqali va o'zimizda ham masalan, kim bilandir gaplashsak, ular bizga "Voy, mana bu joyda xato qilding, mana buni qilsang to'g'riroq bo'lardi" desa, shunda bizani o'sishimiz yaxshiroq bo'ladi. Shunga nima qilamiz? Xato qilishdan qo'rqmaymiz. To'g'ri. 100% qo'shilaman, Xadicha. Ayniqsa mana bu joyi menga juda yoqdi. Odam uyalmaslik kerak. Hatto ko'chada yurganimda ham o'zim gapirib yuraman dedingiz-ku. Men bularga ham aytib bergandim-da. Ko'chada yursam ham, uyda bo'lsam ham o'zimga o'zim bir nimalar tushuntirib berardim. Mushugimga gapirardim, ingliz tilida ko'p aytaman bu narsani. Ya'ni inson uyalmaslik kerak va xato qilishdan qo'rqmaslik kerak, aytganlaridek. Keyin xatoni ustida yana ishlashni bitta usuli, menimcha, balki Xadicha siz ham sinab ko'rgandirsiz. O'zingizni ovozingizni o'zingiz rekord qilib olsangiz ham yaxshi foyda beradi. Men uchun, misol uchun, shaxsan foyda bergan. Ya'ni inson gapirayotganda anglamay qolishi mumkin, qayerda xato bo'lib qolyapti. O'shani qaytib eshitadi, zapis qilib olganini, rekordingni, keyin uni ustida ishlaydi. O'zi birinchi o'rinda Xadicha aytganlaridek, grammatika, lug'at yoki boshqa narsa xato qilish haqida o'ylamasdan prosta gapirishimiz kerak, komfort zonadan chiqib. Boshqa yo'li yo'q menimcha. Kimdan so'rasam, speakingni shunaqa usulda rivojlantirgan bo'lib chiqadi. Shunaqa. Shuning uchun ham e'tibor bergan bo'lsangiz, IELTS Speaking Assistant bor-ku, o'sha ilovada ham o'zida har bitta savolida audio yozib olish tugmasi bor-da. O'sha orqali siz yozib olsangiz bo'ladi-da, o'sha javobingizni. Keyin yana eshitib chiqsangiz bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, hozir biz hamma seksionlarni ko'rib o'tdik. Endi bir ikkita o'zingizni shaxsiy nima deydi, rivojlanishingiz haqida bo'lgan savollarim bor. Xo'p, har bitta insonni Xadicha o'zini muvaffaqiyat formulasi bo'ladi. Ya'ni nimadirlar orqali muvaffaqiyatga erishish osonroq bo'ladi deylik. Siz uchun hozir 3 ta qarang, nimadir 3 ta nuqta bo'shliqni o'rniga plus mana shu 3 ta narsa teng muvaffaqiyat. Siz uchun shular nimalar bo'lgan? Xo'p. Bu sal o'ylantirib qo'ydi hozir. Ha, bo'ldi, aytavsam bo'ladi. Birinchisi, mana qiziquvchanligim bo'lganda,
Masalan, man ko'p narsaga qiziqqanligim sababli, ya'ni qiziqishlarim juda ko'p bo'lgani sababli, nimadir qiziq ma'lumot, nimadir qiziq narsa chiqib qolsa, uni u haqida uyalmasdan, ikkilanmasdan kattalarga savol berardim-da. Masalan, aytaylik, ota-onam shifokorlar, nimadir kasallik eshitib qoldimi, ulardan so'rardim. Bu nima, bu nima deb. Mana shu orqali ma'lumotlar menga tez qiziqqanim uchun o'sha narsa haqida ma'lumot oson eslab qolinardi-da. Xo'p, qiziquvchanlik. Keyin judayam noqulay uyalsam ham o'sha narsani qilganim mana shu speaking, writingda bo'lgan. Va tavakkul, albatta tavakkul. Allohga ishonch usiz bo'lmaydi. Mana shu menimcha muvaffaqiyat formulasi. Ya'ni xulasa qilib aytadigan bo'lsam, xo'p, qiziquvchanlik, ya'ni yangi narsalarni o'rganishdan o'zini olib qochmaslik, komfort zonadan chiqish va tavakkul bo'ldi. Mana shu 3 ta narsa. Vau, juda zo'r. Aytadi-yu, harakati sandan, natijasi mandan deb. Demak, shu qancha tavakkul qilib, qo'rqmasdan, ko'cha tilida aytganda gazini bosib, o'qib, natijasini Allohga topshirib qo'yib, tavakkul qilib, yaxshi nima deydi, narsalardan yaxshi gumonda bo'lish menimcha eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak inson muvaffaqiyati uchun. Shunaqa. Men mana shu o'rinda bitta narsa aytib o'tmoqchi edim, maylimi? Bemalol. Bugun eshitayotgandim-da. O'sha eshitishimcha, biza aytaylik Allohdan nimadir so'raymiz-ku va o'sha so'raganimizdan keyin duomizda aytaylik albatta u qabul bo'lishiga ishonchimiz komil bo'lishi kerak va ayni shu bilan birga biz esimizda tutishimiz kerakki, Alloh bizga faqat hamma narsani eng xayrlisini berishi kerak. Va yana bitta narsa, biz aytaylik o'qiyapmiz, ammo albatta nimadir musobaqa bo'ladi. Masalan, IELTSda hamda aytaylik guruhda eslashingiz, har xil o'quvchilar bo'lardi-da. Masalan, kimdir oldin topshirgan, kimdir oldingi ball, mamnaqa ball, mana shuncha yildan beri o'rganadi, mana shuncha shug'ullangan, voy buni grammatikasi mamnaqa zo'r. Mana shunda odam o'zida qo'rquvlar paydo bo'ladi. Masalan, men qanaqaman va bu odam qanaqa-yu, uni qanaqa darajasi. Masalan, o'zimda ham shunday bo'lganda, boshida borganimda kursga, masalan, hamma aytgandi, mani mamnaqa darajam, mana shu ballim, mana shunaqa deb. Menda o'shanda qattiq qo'rquv paydo bo'ldi-da. Lekin bundoq olib qarasam, u qo'rquvim o'rinsiz bo'lgan ekan. Chunki o'shanda hamma o'z ustida ishlashiga qarar ekan-da. Masalan, kimdir borku, talantli va talantsiz insonlar deb ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak ijtimoiy tarmoqlarda. Talantli odam talantsiz insonga qanaqa qilib yutqizib qo'yishi. Talantli odam o'zini judayam aytaylik yaxshi deb, aqlli deb o'ylaydi-da, o'z ustida ishlamay qo'yishi mumkin. Va talantsiz odam o'zini kamchiliklarini biladi-da, o'z ustida to'xtamay ishlaydi va natijada o'sha talantsiz odam ham talantlidan o'tib ketishi mumkin-da, mehnati orqali. Hozir bu yerda gap kimdir talantsizligiga yoki kimdir talantligiga emas, balki aytmoqchimanki, biza aytaylik hech qachon kamchiligimizdan qo'rqishimiz kerak emas. Aytaylik nimadadir biza iqtidorli bo'lishimiz mumkin, nimadadir aytaylik iqtidorimiz kamroq bo'lishi mumkin. Bu hammasi biza o'zimizning ustimizda qanchalik ishlaganimizga, oldingi olgan aytaylik bilimlarimizga bog'liq-da. Va bu narsalar bizani to'xtatib qo'yishi kerak emas. Biz qanchalik ilmli bo'lmaylik, baribir o'rganishimizga narsa bor, o'rganishimizga joy bor-da. Va mana shu nidani doim to'ldirib, doim yaxshi yangi narsalar o'rganib borishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Ko'rishinglar mumkin qizlar, Xadichani ko'p o'qiganliklari ham bilinadi va Tolstoyning bitta gapi bor-da. O'zimiz bilishimiz
mumkin bo'lgan eng yuqori daraja, insoniyat bilishi mumkin bo'lgan eng yuqori daraja hech narsani bilmasligidir. Ya'ni qancha o'qiganimiz sari Hadicha aytganlaridek shunchaki ko'p narsa borligini anglab yetaveramiz. Shunchaki inson tirishqoq bo'lishi, mehnatkash bo'lishi, ya'ni shu orzungiz bormi, o'sha uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Va xuddi mana shu Hadicha aytayotganlari, men tepada tashlagan kitobim bor edi-yu, Mindset kitobi. Shu kitob o'qigandan keyin fikrlashim o'zgarib ketgan. Misol uchun men oldin o'ylardim, misol uchun rasm chizish hammaga ham emas, qo'shiq aytish hammaga ham emas, sportga tushish hammaga ham emas. Kimgadir Alloh talantli qilib yaratgan, kimdadir shu talant yo'q. U yaxshiroq qila oladi, bu qila olmaydi deb o'ylardim. Lekin men shu kitob o'qiganimdan keyin fikrlashim juda o'zgarib ketgan. Ya'ni anyone can be anything. Xohlagan odam xohlaganiga erishishi mumkin. Faqatgina shunga ishonishi va harakat qilishi kerak. Ya'ni Hadicha aytganlaridek, qaysidir talanti bor odamdan o'sha narsada talanti kamroq bo'lgan odam undan ko'ra ko'proq mehnat qilib kibrga berilmasdan o'tib ketishi mumkin. Yana bitta narsani aytgan bo'lardim, hech qachon o'rganish paytingizda kimdir bilan o'zinglarni taqqoslamanglar. Ya'ni never compare someone's middle with your beginning deydi. Ya'ni kimnidir o'rtaga borgan paytini o'zingizni endi boshlagan paytingiz bilan solishtirmang. Kimdir oldinroq boshlagan, kimdadir qanaqadir sababi bor, kimnidir ota-onasi ingliz tili muhitda tarbiyalagan uni. Bu narsa sizni qanaqadir nima deydi, bilim darajangizni kamaytirib qo'ymaydi. Faqatgina o'zingiz bilan o'zingizni taqqoslang va dinimizda ham aytilgan o'zingizdan pastda bo'lganlarga qarang. Va menimcha shular muvaffaqiyatning kaliti bo'lsa kerak. Har bir inson uchun deylik. Lekin Aziza opa, bitta narsa aytib o'tishim kerak shu joyda. Masalan, aytaylik, moddiy tarafdan albatta o'zimizdan pastroqga qarashimiz kerak, lekin ilmiy tarafdan unaqasi ketmaydi. Chunki biz o'zimizning darajamiz bilan qoniqib qolishimiz mumkin. Voy, bu bilmaydi-ku, lekin men bilaman deb. Lekin o'zimizdan teparoqlar bilan o'zimizni solishtirishimiz kerak. To'g'ri. Ilmiy tarafdan. Lekin u solishtirish bo'lmasligi kerak. Shunchaki o'shanaqa insonlar bilan qanaqadir yaqinlik qilishga harakat qilinglar. Ya'ni atrofingiz qanaqa bo'lsa, siz ham o'shanaqa bo'lib boraverasiz. 4 ta nima deydi, yaxshi bilimi zo'r odamlar bilan do'stlashdingizmi, siz ham baribir tortib ketishadi ular. Ya'ni ular bilan bo'lsangiz, yana ham harakat qilasiz, yana ham xohlaysiz bir narsalarga maqsad qo'yishni va erishishni. Gapim bor edi bitta. Siz atrofingizdagi odamlarni o'rta arifmetikasizmi, shunaqa? Shunaqa. Xo'p, boshqa savollar bormi, qizlar? Savollar. Naqadar savollaringiz bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Agar xohlashsa, mana shu o'zida ham unaqa efirda qo'l ko'tarish funksiyasi bor-ku, o'shani qilib ko'rishsa bo'lar ekan, agar masalan kimdir balki og'zaki savol bermoqchi bo'lsa. Bemalol kimdir ovoz orqali og'zaki so'ramoqchi bo'lsa, o'sha qo'llaringizni ko'taringlar, men ochib yuboraman mikrofoninglarni. Hadicha, sizga birinchi savol keldi. Agar hamma narsani boshidan boshlash kerak bo'lsa, beginnerdan nimalar qilgan bo'lardingiz? Voy, bu narsa haqida ko'p o'ylaganman, lekin menimcha beginnerdan boshlab men o'sha boshida aytib o'tganimdek, o'sha vocabulary o'rganish haqida passive va active vocabularyga e'tibor berardim-da. Ya'ni biza beginnerda ko'p ustozlar ko'p so'zlar yodlattirishadi-ku. Chunki bizani hali ishlatishga hech nimamiz bo'lmaydi. Va o'shanda men o'sha yangi o'rgangan so'zlarimni ishlatishga harakat qilardim. Kam narsa o'rgangan bo'lsam ham, aytaylik, benzinim kam bo'lsa ham,
lekin tez yurishga harakat qilardim desa ham bo'ladi. Mashinani ustidan qaraydigan bo'lsam, ya'ni hali menda endi o'rganyapman. O'sha olgan bilimlarimni o'sha zahotiyoq ishlatib borardimda. Grammatikada ham xuddi shu. Ya'ni masalan nimadir grammatik mavzu o'tdimi, men uni yaxshilab o'zlashtirardim-da va kimgadir albatta tushuntirib berardim. Chunki men hozir aytolmayman grammatikani formulalarini, boshqa qoidalarini yodlamaganman-da. Men praktikada o'rganganman. Shu sababli menga kimdir voy, men bu mavzuni tushuntirib ber desa, o'zimga tushunarli bo'lgan tilda tushuntirib bera olmayman-da, lekin kitob tilida tushuntirib bera olmayman. Mana shu men kamchiligim deb hisoblayman. Shu sababli agar boshidan boshlaydigan bo'lganimda shunaqa qilardim. Va speakingda ham o'sha boshidan gapirishga harakat qilardim. Listening, reading, writingda bo'lsa, readingda albatta o'zimni darajamdagi maqola yoki o'sha adabiy resurslardan o'qib borardim. Writingda bo'lsa, unaqa hozir journaling degan narsa bor, juda ham keng tarqalgan. Ya'ni xuddi siz kundalik desangiz bo'ladi. O'sha bo'ladida, siz nimadir fikrlaringizni, nimadir xayolingizdan o'tayotgan narsalarni yozib borasiz. Ularni yozib borardim. Keyin nimadir ma'lumotlarni, yangiliklar ko'rardim deb qisqacha xulosasini yozib olardim. Chunki agar shunaqa qilsa, boshida kichkinaroq darajalardan keyinchalik daraja ko'tarilgani sari narsalarni qiyinchiligi ham oshadi va odamni u narsalar bilan tajribasi ham ko'payadi-da va u masalan ingliz tilida ancha osonroq gaplasha oladi odamlar bilan va albatta o'zi ham oson bemalol fikrlarini bildira oladi. Judayam to'ppa-to'g'riman, qo'shilaman, chunki birinchi ustozim xuddi shu gapni aytardilar. Doim bitta so'z o'rgandingmi, yangi narsa o'rgandingmi, o'shani ishlatishga harakat qil. Mayli sen bilma, umuman hech qanaqa gap tuzish bilma derdilar. Misol uchun oddiy kat so'zini o'rgandingmi, mushuk so'zini o'rgandingmi derdilar. O'shani ishlatib ko'rgin. Oyi bizani katimiz qayerda deb ko'rgin. Ya'ni oyi bizani mushugimiz qayerda deb ko'rgin. Va etapma-etap o'sha o'rganganlaringni ulab o'sha siz aytganingizdek darajaga qarab moslab ketaverasizlar deb aytardilar va haqiqatda ishlaydi. Juda zo'r maslahat bo'ldi, Xadicha. Xo'p, endi so'rabdilar ikkinchi savol, ingliz tili bilan necha yil shug'ullanganlar debdilar, Xadicha. Bu ham bir ajoyib bo'lgan. 6-sinfimda boshlaganman. Sinf boshida nechidir 6 oy o'qigan. O'sha va o'sha o'zi 2009 ustalashdi. Ustoz Manda qatlamashyapti. Endi yaxshimi, Aziza opa? Kelyaptimi ovozim? Endi zo'r kelyapti. Anada Wi-Fi'da negadir sekinlashish bo'ldi. Shunga endi mobile dataga o'tdim. Xullas, endi beravering savolingizni.
Hop, o'sha savol boshidan eshitilmay qoldi Hadicha. Shug'ullanganlar. Hop. Karantin sababli ko'p onlayn Bilan hammaga eshitilyaptimi ovozim? menga eshitildi. Kommentariyaga yozib yuboringlar. Qizlar eshitilyaptimi? Zo'r deyishyapti. Hozir bir raqamni yoki tekst ekan ekan. Xudo hammalaringizga aktiv qatnashib, savollar berib, Ko'p uzilish nima deydi? bo'lyapti internetda. Hozir sal stabillashgandek bo'lyapti. Endi gapirishga harakat qilaman. Uzilishlar bo'lsa, aytinglar chatda xabar qoldirarsizlar. Xo'p, hammaga o'zi eshitilyaptimi hozir? Ha, bo'ldi. Endi tezroq aytishga harakat qilaman. Ingliz tilini 6-sinfda o'rganib boshlaganman. Unda hali karantin tugamaganda, shunga ko'p o'quv markazlari onlayn darslar beradi-da. Va shunda men unchalik tanilmagan algoritm o'quv markazi degani bo'lardi-da. Ikkita o'qituvchida bo'lganman. Bittasi birinchi ustozim
monotonniy dars beradi-da. Ya'ni unaqa ovozlari bir xil tonda, keyin unchalik meni qiziqtira olmagandi. Shunga men ulardan boshqa ustozga o'tganman-da. U ustoz boshida menga judayam qiziq o'tganlar-da va aytaylik tushungandek bo'lganman, lekin afsuski biza judayam tez o'tib ketganimiz uchun mavzularni men unaqa yaxshi o'zlashtirib ulgurmaganman-da va o'shanda Raymond Murphyni o'zim bilmay qo'yganman. Qanaqa qilib 2 oyda tugatib yuborganmiz-da. Hali uni unaqa yaxshi mustahkamlab ulgurmaganman. Boshqa kitobga o'tib ketganmiz. Hatto nomini ham eslamayman-da uni. Qiyin bo'lardi menga. Keyin o'sha birinchi ustozimga qaytishga majbur bo'lganman. Ularda ham yana 4-5 oylik o'qiganman-da. Adashmasam elementaryni oxirlari edi. Keyin u yerda to'xtatganman, chunki menga baribir to'g'ri kelmaganda, to'g'ri keladigan o'zimga meni qiziqtirib o'tadigan ustozni topolmaganman va shunda meni qarindoshlarim bitta ustozni tavsiya qilishganda, ularga borib ko'rganman, menga ma'qul kelgan, test o'tganman, pre-intermediate darajasiga o'tganman-da va o'shanda keyin u payt o'sha 6-sinfimni bahoriy edi, qishgacha yozgacha shug'ullanganman. Yozda bo'lsa, yoz kelganda uydagilar buvijonim bizga yozda dam olinglar deganlar-da, olib qolganlar. O'sha dam olinglar, qarashasizlar deganlar. Keyin men ham indamaganman, chunki hali vaqtim bor edi, bemalol edim. Keyin yana o'sha 7-sinfdan boshlaganman, 8-sinfgacha 8-sinfi boshigacha shug'ullanganman-da va shu bilan o'sha upper intermediate darajasida to'xtatganman. O'qituvchim aytganlar, IELTSga tayyorlovni boshlab ursanglar bo'ladi deganlar, xohlagan joyinglarda. Va shunda men bo'sh vaqtim ko'p bo'lgan, o'zim self study qilishga harakat qilganman, ammo afsuski unchalik samarali bo'lmagan, chunki meni aytaylik menga qarab turadigan, voy buni qil deydigan odam bo'lmasdi. Keyin eshitishimcha, u ustozimni IELTS kurslari ochilgan ekan va unga 2-3 oy borib ko'rganman. U ham 8-sinfimda edi. U oxirroqlar, yo'q, 8-sinfimning o'rtasida edi-da. Borganman va 3-4 oy borganman-da unga. Qarasam, unaqa yangi narsa o'rganmayapmiz, hammasi bilgan narsalarim va men to'xtatishga o'shanda majbur bo'lganman-da. Yaxshiroq joyi bilmaganman. Chunki u ustozim nega aynan o'zi boshida ularga borganim, bizani mahallamizda dars o'tardilar-da va o'tishlari ham yaxshi edi. O'shanda maktabimdan o'zi charchab kelardim. Ota-onam meni qat'iyadir uzoqroq joyga berishga botina olishmasdi-da. Shunga keyin o'shanda to'xtatganman-da. Boshqa qiziqishlarim bilan shug'ullanganman orada. Informatika, arab tili, grafik dizayn. Keyin o'sha Registon IELTS grantiga e'lon berilgandan keyin u 9-sinfimda edi. 9-sinfimni o'rtalaridan oshgandi. O'shanda keyin imtihon topshirganman. O'sha IELTS grantini ololganman. Keyin IELTSga tayyorlanib boshlaganman. Shunda ma'lum bo'ladiki, til o'rganish yo'li bir tekisda bo'lmaydi. Qoqilasiz, yiqilasiz, har xil ustozga borasiz, kimnikidir yoqadi, kimnikidir yoqmaydi. Muhimi davomiylik, ya'ni tashlab qo'ymaslik. Xohishingiz bormi, maqsadingiz bormi, davom etish. Demak, Xadichaning hikoyalaridan bilib olishimiz mumkin. Xo'p. Ana endi yana bitta savol. Siz IELTS olganingizda qanday holatda edingiz yoki qanday natijani kutdingiz? Va siz olgan natijani olib qanday holatga tushib qoldingiz? Ya'ni IELTS olishingizdan oldingi va keyingi his-tuyg'ularingiz qanaqa bo'lgan, Xadicha? Xo'p, o'zim men ingliz tilini o'sha o'rganayotganimda o'zimcha qiziqib YouTubedan har xil intervyular qidirardim-da. Masalan, voy, mana shunaqa natija olgan, Everestda ko'p chiqadi shunaqalar. Masalan, voy, men 8 olibdi derdim. O'zim juda ham xohlardim-da, boshidan 8 olishni negadir shu intervyularga qiziqib-da. Keyin imtihonga kirib chiqqanimdan keyin o'zimdan umuman qoniqmaganman, to'g'risi. Ayniqsa writingda hali ham eslayman, task 2da
ideyalarim ko'pligidan oxirigacha zo'rg'a bunaqa endi tugatayotganimda eslayman oxirgi soniyalarda o'sha so'zlarni yozib nuqta qo'yganimni zo'rg'a ulguruvdim-da. O'shanda rosa qoniqmaganman. Voy, buni mana bunaqa qilib yozsam bo'lardi. Voy, buni bekor mana shunaqa qildim. Ayniqsa listeningda chalg'ib qo'yaman-da, oxirida mana shu to'rtta oxirgi to'rtta javobini o'tkazib yuborganman. Shunga ham 8 chiqib qo'ygan-da. Mayli, shunga ham alhamdulillah. Lekin o'shanda men o'ylaganim imtihondan chiqib uzog'i bilan 7.5 chiqsa kerak. Uzog'i 7, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi, 7 ham yaxshi deb chiqqanman-da. Keyin o'sha natija chiqqan kuni ungacham rosa o'zimni ichetimni yevorganman. Voy, mana shuni mana bunaqa qilsam bo'lardi deb. Imtihonim natijasi chiqqanda ham o'sha SMS keladi-yu, o'shanda ochishga qo'rqaman, o'zim ochmaganman. Oyijonimga berganman-da, oyijon, men qo'rqyapman, siz ko'rib bera qoling deganman. Keyin bo'lsa o'zim zo'rg'a turganman-da. Zo'rg'a turganman. Keyin bo'lsa ular ochgan dediki, voy deb borganlar. Keyin nima ekan desam, 8 olibsan deb tabriklaganlar. Shunaqa xursand bo'lganman. Hammani keyin xullas suyunchi olib chiqqanman. Shunaqa. Demak, o'sha nima deydi, hammamizni Alloh nasibamizga yozib qo'ygani bor. Mana Hadicha baribir 7.5 deb kutganlari bilan ham nasibalarida va harakatlariga mos ravishda, ya'ni ko'p juda tirishqoq qiz bo'lganlar, men sizlarga aytyapman, juda ko'p o'qirdilar, o'zlarini ishlarida ishlardilar va harakatlarga yarasha barakat bergan Alloh. Xo'p, agar sir bo'lmasa, Hadicha, qaysi universitetga topshirmoqchisiz va chet universitetga ham harakat qilmoqchimisiz, SAT olmoqchimisiz? Shunaqa savollar kelibdi. Ha, xo'p. Sir emas endi, bu yerda bemalol aytaveraman, chunki albatta men ularga nimadir maslahatlar berdimmi? Men o'zim kimligim haqida, nima o'zim xohlayotganim haqida bilmoqchi bo'lishligingiz tabiiy. Xo'p, men o'sha IELTSga tayyorlanishim jarayonida keyin oldin kichkinaligimda shifokor bo'lishni xohlardim va alhamdulillah bu yili 2004-yilda 9-sinfni bitirganimdan keyin men tayyorlanmasam ham o'sha maktabda biologiya ustozim bergan bilimlari orqali Sanpi universitetini, ya'ni Toshkent pediatriya tibbiyot institutini akademik litseyiga kira oldim-da. Va hozir o'sha yerda o'qiyapman. O'sha tibbiyot yo'nalishida ketish niyatim bor. Chet elga afsuski topshirmayman bakalavrni, chunki SATga tayyorlanish uchun alohida vaqt ajratishim kerak. Va agar Yevropaga topshiradigan bo'lsam, AS levellarni topshirishim kerak, biologiya va kimyodan. Ularga ham alohida yana tayyorlanish kerak-da. Bunaqa narsalarga meni vaqtim o'sha yetmaydi. Shunga tinchgina bakalavrni O'zbekistonda o'qishga qaror qildim. Shunaqa. Xo'p, kirganingizni eshitmagandim, Hadicha. Hozir eshitdim va juda ham xursandman siz uchun. Bundan keyingi o'qishlaringizga ham o'z omadingizni bersin, ilohim. Amin. To'g'risi, rosa xursand bo'ldim hozir eshitib. Rahmat. Men o'zim hech qayerda yozmaganim, hech kim bilan bo'lishmaganim, bunaqa nima personal information. Shunga aytmasam hech kim bilmaydi. Ilohim buyog'iga ham ilmingizni ziyoda qilsin. Hamma niyatlaringizni o'zi oson va xayrli yo'llar bilan ilohim nasib qilsin. Xo'p, boshqa savollar yo'qmi, qizlar? Shu bilan tugatamizmi? Bugungi vebinarimizni уже 1,5 soat bo'lay deb qolibdi. Dars haqida, vebinar haqida deylik, fikringizni yozib qoldiringlar. Bu narsa bizga va Hadichaga ham qanaqadir ma'noda ruhlantirish bo'lishi mumkin.
Xadicha, sizga kattakon rahmat. Shuncha ayamasdan vaqtingizni, abituriyentsiz, shunga ham qaramasdan vaqtingizni ayamasdan bizga shuncha ilm berganingiz uchun, shuncha mehnat qilib prezentatsiyalar tayyorlab kelganingiz uchun, hech qanaqa sirlar qoldirmasdan o'zingizni tajribalaringiz bilan bo'lishganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hammamiz minnatdormiz sizdan. Shu Xudo xohlasa yana siz bilan shunaqa vebinarlar qilamiz degan umiddamiz. Ha, rahmat sizga ham kattakon Aziza opa. Men ham bo'lishib mazza qildim. Aytaylik, boshimdan o'tkazganlarimni, foydali maslahatlarni berganimdan ham juda ham xursandman. Agar kimdir men o'sha bergan maslahatlarimdan manfaat ola olsa, juda ham aytaylik xursandman. Sizga ham kattakon rahmat. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Siz ham shuncha vaqtingizni ajratib, aytaylik o'zingiz ham o'qiysiz. Vaqtingizni ajratib, mana shu vebinar qilganingiz, tashkil qilganingizga kattakon rahmat. Allohim o'zi ajr mukofotini bersin. O'zi ilmingizni ziyoda qilsin Aziza opa. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Ilohim aytganingiz kelsin. Hamma bugun qatnashganlarga ham rahmat. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Xo'p, ko'rishguncha rahmat hammaga.